10 yılda bir qitim naqsh chiqamaysa. Bir piyola choy, bir piyola choy, men Allohga boy. Hürmetli dostlar, biz bugün Abdumrayillik Xalq Işinci Doktorxanası alayida qo'llagan bir piyola choy söhbetimizni boshlash oldida turibmiz. Bugungi bir piyola choy ustiga Asqar Yunus degan bir qadrli inimni taklif qildik. Yipek yo'lining birinchi qarorida bu yigit o'z karomatini ko'rsatgan. Bu qitim sen bizning Yipek yo'li sadosi programmasiga qaysi naqshni aytding? She'ri muzikasi bizniki ko'rilgan bir yaxshi ustoz akamiz bor aka. Kim o? Eli Salayda akamizniki. Muzikani akkordlashtiruvchi mening bir qo'saq akam bo'ldi aka, Qaysar Yunus. O Qaysarmi shu Şinjanning san'at uchun zo'r to'p qo'shayotgan yigit umi. Endi sen shunday qilib bosh agimlik o'xshamamsa, ko'rlik o'xshamamsa, san'at sohasida Şinjanning har qaysi joylarida karabdek oldida ketayotgan ba'zi san'atkorlarimiz bor. Ko'rildimi nurg'un san'atkorlar yetib chiqqan. To'g'ri. Yipek yo'liga yaqin turishingni chin dilimdan umid qilaman. Azalda Ipak yo'lining bolasi bor aka. Yipek yo'lining mahsuloti degan. Shu fursatda bir ishga qiz gap qilmamsa. Oldi bilan aka sizga ko'p rahmat. Yana shundaqlam shu ekran oldidagi meni yaxshi ko'rgan barcha aziz ko'rarmanlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Endi gapga kelsak aka, shu 2014-yili Ipak yo'liningki birinchi qarorga qatnashib, ustozlarningki yaxshi bahasiga erishgan sen. U naqshangmi katta chiqqan. Bu qitimqi naqshangmi katta chiqsin. 10 yilda bir qitim naqsh chiqamaysa. Pat chiqirib turishini umid qilamiz. Bo'ldi aka. Abdumrayillik Xalq Işinci Doktorxanası bizning sog'lom bo'lishimizni tilaydi. Shunlashqa san ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimgacha biz bir mungdishib, sirdashgacha aman bo'lishingni umid qilamiz. Bo'ldi aka, rahmat sana. Eriştim ben bu könlümde Urun algan nigarımga Eriştim ben bu könlümde Urun algan nigarımga Geldim Gellerim yet keşkeme armanımga Geldim ana gellerim yet keşkeme armanımga Şirin gibi süysen beni Ferhat gibi süyey seni Ayrımızın takdir bizi Kadirleyli sevgini Şirin gibi süysen beni Ferhat gibi süyey seni Ayrımızın takdir bizi Kadirleyli sevgimizi
sen arzu qilgan baxtimmi sen ta abadga hamroyim sen arzu qilgan baxtimmi sen keldi mana kutganlarim men erishgan taxtimmi sen keldi mana kutganlarim men erishgan taxtimmi sen baxtimmi sen Şirin gibi süysen beni Berat gibi süyey seni Ayrımızın takdir bizi Kadırlaylı sevgini Şirin gibi süysen beni Berat gibi süyey seni Ayrımızın takdir bizi Kadırlaylı sevgini Şirin gibi süysen beni Berat gibi süyey seni Ayrımızın takdir bizi Kadırlaylı sevgimizi Yaxşımısınızlar ustozlar, hammalarniki mushvat xayrli bo'lsin. Harmag'aysizlar, charchamaysizlar ustozlar. Hammalarga Kamina Asqar Yunusdan o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat. Rahmat Asqar inim. Bizning programmamizni muboraklab, hammaysizlar deb chiroyli naqshlaringizdan birini sovuqqiningizga ko'p rahmat. Tosh Muhammad muallim. Asqar inim, xush kelibsiz sahnamizga. Rahmat aka. Asqarniki mening bayqishimcha shu naq maydon o'rinlash tarafdagi alayligimni aytdi yaxshi. Men anglagancha bu tarafda bu inimning alayligini aytdi yaxshi. Uningdagi yaqinning yaqi o'zi akkordlashtirib bir qancha amillari taqaldi yoshlarni aytdi yaxshi ko'rdi bu inimizning ishlarini. Mushtaq yaxshi asarlarni yozadigan, ishlaydigan inimlarimizning davomli sahnamizdan uzilib qolmay biz bo'ylab menishini men chin ko'nglimdan umid qilaman. Asqar bugun nayt chiroyli bir asar akapti. Shunga ko'p rahmat aytamiz. Rahmat uchun. Yana davomli qilsang yaxshi asarlaringlarni biz bilan keng anglarmanlar bilan uchrashtirib turishingni umid qilamiz. Ma'lumlarningki hammamizning yaxshi baholari sizlar bilan birga. Rahmat aka. Harmag'aysizlar. Rahmat.